6 oy sevishibman ha. 6 oy. Hazilakam vaqt emas. Xotinimdan bekitib kechasi ko'chalargacha chiqib gaplashib ketibman. Shunaqa ham sevaman, yomon qattiq sevibman. Nima desa, kartalarigacha pul tashab berib, shunaqa qattiq sevibman. Bir kunda 5 marta gaplashmasam turolmaydigan darajada sevibman bor. Endi yomon alam qilyapti. Xotinim ekan. 6 oydan beri gaplashib yurgan xotinim ekan. Uyga borgani yuragim betlamayapti. Uyda meni nima kutyapti ekan? Uyda meni nima kutyapti ekan?